Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizda YouTube sahifamizda mehmoni Otabek Ergashev bo'ladi. Otabek xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bayramlaringiz bilan. Rahmat aka, sizga ham bayramlar bilan. Bugun o'zbek tili til Sifatida qabul qilinganiga mana 34 yil bo'pti. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Aka, zo'r rahmat. Otabekni yaxshi taniysizlar, samarqandlik do'stimiz Anvar Temirov, Otabek, Alisher uchallarini ko'p ko'raman, do'stliklaringga shunaqa havas qilaman, ko'z tegmasin, chunki haligi nima deydi, chetdan qarab baho beramanda do'st bo'lsa shunaqa bo'lsin. Hozir nomard do'stlar ko'payib ketganda rosa. Otabek, o'zingiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Sizni ham Instagramda ko'p kuzatyapmiz, uje rektorlarda yuribsiz. Ancha-muncha yaxshi gaplaringiz bilan shu ozgina o'zingiz haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Musulmonov To'lqin, Musulmonov Hilolalarining farzandi Ergashev Otabek To'lqinovichman. Samarqand viloyat Payariq tumanida 1992-yil, Xudoga shukr, oddiy oilada dunyoga kelganman. Hozirda faoliyatimiz asosan qurilish. Shu paytgacha davlat obyektlari, xususiy domlar qurilishi bilan shug'ullanib kelamiz, aka. Shukrona City, Maroqan Stroy va Yuksalish Group Qashqadaryodagi yangi Qarshi City premium qarshi loyihalari direktoriman. Shu kungacha xalqimizga juda ko'plab xonadonlarni qurib topshirdik. Xalqning duosi bilan, ota-onamiz duosi bilan. Harakat toping. Shu faoliyatimiz asosan qurilish. Asosan qurilishga kuch qaratgansiz. Shunday. Boshqa bizneslar kam yoki yo'q? Yo'q, boshqa bizneslar hozircha yo'q. Ha, ya'ni tez kunda bo'ladi, xudo xolasa zo'rlari bo'ladi. Nasib bo'lsa, rejalar bor. Bog'lasa yana o'rtoqlashib boraveramiz yangi proyektlar bo'yicha. Otabek qurilishga nechinchi yil kirgansiz? 2016 mi? Qurilishga 2016-17-yil kirganman. Ungacha davlat ishida ishlardik. Keyin tadbirkorlik qilish taklifi tug'ildi Anvardan. Keyin tavakkal qilib ota-onamizning duoni oldik. Keyin tadbirkorlik bilan shug'ullanishga qiziqdik. Boshladik shu bilan. Xudoga shukr, hozirgacha yomon bo'lmadi. Ishlab yotibmiz, elimizga, xalqimizga xizmat qilyapmiz. Baraka toping. Sizlarniki butun O'zbekiston bo'ylab qurilishlar, ha? Shunday desam bo'ladi, ko'p viloyatlarda. Ko'p viloyatlar. Toshkent shahrida ham bor. Toshkent shahrida ham bor, ha. Toshkent shahrida endi Yuksalish Group Toshkent shahrida yangi Toshkent loyihasi, yana hozircha tekta yangi loyihalar ustida ham ketyapti ishlar. Farg'ona viloyati, Qashqadaryoda, Qarshi shahrida, Shahrisabzda, Samarqandda, Kattaqo'rg'on shahrida, Samarqandda. Otabek, sizni ko'p videolaringizni ko'rsam, Qashqadaryoliklarni rosa qattiq hurmat qilasizda. Juda ham ayrim Qashqadaryoliklarni o'zingizdan ham ko'rasiz, yaxshi ko'rasiz. Buni siri nimada? Qanday bular juda yaxshi? Aka, bunda hech qanaqa sir yo'q menimcha, chunki Qashqadaryoga borib ishlashdan oldin rosti ichimda bir qo'rquv bor edi. Baribir begona viloyat, avvaldan bor qarindosh urug'larimiz yo'q u yoqda. Yangi ish qanaqa qabul qilar ekan, nima deydi ekan degan ko'ngilda qo'rquv bilan bor edik. Xudoga shukr, birinchi kunda o'zidayoq nima deydi, bu qo'rquvlar birdan qo'rquvdan ustun keldik, chunki samimiy xalq, kutib olishlari, har qanday nima deydi, bir o'zingizni qiziqtirgan narsa, savolga birdan javob beradi. Nima yordam kerak bo'lsa qo'lidan kelgancha qiladi. Bemalol o'zingizni shahringizda, o'zingizni uyingizda yurgandek his qilasizda. Faqat shu masofa uydan, bola chaqadan, ota-onadan uzoqlikni aytmasangiz, bu yog'iga har doim ketganda, kelganda shoshib boraman, qaytishda oilamning oldiga shoshib kelaman. Hech qachon yana shu yoqqa borish kerak, yana shu Qashqadaryoga borish kerak yoki yana begona joyga borish kerak degan his, tuyg'u yo'q. Ikkinchi vataningizdek bo'lib qolgan Qashqadaryo. Ha, o'zi yaxshi xalqda, chunki har bitta viloyatni yaqindan bilaman. Har bitta viloyatda yomon odami, yaxshi odami bor-da, o'rta xol odami bor. Qashqadaryoda yomon odami kam. Qandaydir to'g'ri xalqda bir narsa to'g'ri bo'lsa to'g'ri deydi, noto'g'ri bo'lsa yuzingga to'g'ri deb aytib ketadigan jaydar odamlar. Shunday. Otabek, Alisher, siz Anvar do'stliklaring haqida ham bir
qiziqamanda, qanday bo'lib qolgan, yoshlikdan birga o'qiganmisizlar maktabdan yo qanday bo'lgan, shu haqida ham ozgina gapirib bersangiz, zo'r do'stsizlar, qoyil qolaman. Kam sizlarda qangi mana shu haqiqiy aka-uka, ayrim aka-ukalardan ham ko'ra yaqinsizlar. Shunday, rahmat. Bizni do'stligimiz aka, biz maktabda birga o'qimaganmiz. Uchovimiz 3 ta tumandan, 3 ta alohida maktabda o'qiganmiz. Maktab vaqtlarida ko'rishmaganmiz ham. Biz litseyga o'qishga kirgan vaqtimiz, litseyda ham alohida litseyda o'qiganmiz. Biz o'sha paytlari kamolot bo'lardi. Kamolotda, litseyda kamolotlar ana unda tadbirlarda juda aktiv bo'lardik. Qivizi bo'la hozir ham bor-ku, qo'noqlar o'ziklarga qiziqib qatnashib yurib, biz vaqtida bir-birimizga raqib bo'lib o'ynab, endi shu payt bir-birimizni tanirdik. Salomatligimiz bor, tadbirlarda ko'rishardik. Keyin taqdir taqozosi bilan institutga o'qishga kirsak, uchovimiz bitta institutga o'qishga kirgan ekanmiz. Keyin institutda yana o'sha Maroqandlik bojalar degan jamoasi bo'lardi institutda, Qivizida. Hozir ham bor u komanda. Shu komandada yig'ildik, yana o'sha paytlari u jamoa ancha anonsi susayib, qatnashmay qo'yib, tadbirlarga, o'sha ko'rik tanlovlarga qatnashmay qo'ygan bo'lib qoluvdi. Biz keyin bu jamoani tikladik. Shu bilan do'stlik ancha mustahkamlanib, paytali ijarada kvartiralarda turib, nima qilib shu bilan do'stlashib ketdik. Keyin oilaviy ota-onalarimizni tanishtirdik, oilaviy bordi keldi qiladigan bo'ldik. Undan keyin o'zi institut bitirganimizdan keyin hamma o'zini yo'lida alohida ketdi. Alisher Jo'ram Urgutga ketdi, o'zini ishlari bilan, o'zini oilasi bilan. Men Samarqand shaharda ko'chib kelib, ijarada yashab, nima qildik? Anvar ham o'zini faoliyati bilan shug'ullandi, asosan uniki biznes edi. Kiyim-kechak, Samarqandda yangi bozor bor, o'sha yerda shug'ullanib yuraydi. Chetdan tovar olib kelib, yuk olib kelib sotib. Keyin shu dom qurish bo'yicha taklif bo'lib qoldi. Anvar taklif berdi, shunaqa dom qurish bilan shug'ullanaylik, quruvchilik qilaylik, biz ham tadbirkorlik qilaylik deb. Keyin Xudoga shukr yana yig'ildik qaytadan. Yig'ilib mana shu kungacha bitta korxonada ishlab, faoliyat yuritib, elga, xalqqa xizmat qilib kelyapmiz aka. Do'stliklaringga ko'z tegmasin, havas qilaman, rosa havas qilaman. Chunki kam qolgan deyapman-ku, bunaqangi qattiq do'stlik, ko'p odamning o'rtada do'stligida manfaatda pul bor, yo nimadir borda, sizlar shu yoshlikdan, o'sha yo'qchilik paytidan mana shu kungacha bir-birlaringni har qanaqa sinovlardan o'tkazib, baraka topinglar. Uchallaring ham yuzga kiringlar, yuzga kirganlaringda birga nishonlash hammamizga nasib qilsin. Xudoga shukr. Otabek, qarang, do'stlikni yaxshi bo'lishligi uchun nima qilish kerak? Shu yoshlar, hozirgi yoshlar ko'p do'st topishda qiynalib yuribdi-da, shularga yaxshi gapirsangiz, shunday do'stni qanday tanlab olsin, nima qilsin? Endi aka, endi meni qarashim bo'yicha do'stni tanlab olishning imkoni yo'q, albatta. Buni Xudo bermasa, ming ikkita odam bir-biri bilan do'st bo'laman deb harakat qilgan bilan foydasi yo'q. Do'stlar bir-birini xarakterini to'g'ri tushunib, bir-birini doim og'ir yengil kunida birga bo'lish, u shunchaki yuzakisi bilinib qoladi. Do'st degani bu Alloh tomonidan beriladigan ne'mat deydi-ku, buni faqat Xudo beradi menimcha. Hozirgi yoshlarda bitta narsa ko'p manfaat bilan bo'lib qolyapti-da. Mana bu asosan yoshlarni ko'rishaman, ijtimoiy tarmoqlarda hozir aytyapsiz-ki, sizlarni ijtimoiy tarmoqda ko'p ko'ryapmiz, ko'p odam aytadi, sizlar ijtimoiy tarmoqdan ko'rsataman. Ijtimoiy tarmoqdan kuzatib ko'p odam noto'g'ri bir tushunchaga ega bo'lib qoladi. Mana do'stlariga moshin podarka qilyapti, kimdir telefon podarka qilyapti, kimdir masalan umraga sayohat. Hozirgi yangi o'sib keladigan yoshlar o'ylab qolyapman, shu do'stlik deganda shu bir-biriga nimadir podarka qilib, bir-birini doim moddiy jihatdan bir nima deydi, qo'llab-quvvatlasa do'st. Agar hech narsa boya moddiy jihatdan manfaat bo'lmasa, demak, bu meni do'stim emas. To'g'ri, do'stlar aynan bir xil moddiy jihatdan bir xil bo'lmaydi. Bitta do'st boy bo'ladi ichidan, boyagi bittasi kambag'al bo'ladi, bittasi bilimli bo'ladi, bittasi sal hamma do'stlar ichida bo'ladi, bittasi sal farqi yo'q bo'ladi-ku, lekin nima deydi? Qo'pol qo'ysa bir ovsarroq o'xshagan, deb ketaveradigan. Shunaqa bo'ladi-da. Bu o'sha Xudo berilgan do'stlikda. Boyagi ijtimoiy tarmoqdan ko'rib, ikkita uchta do'st bir-biriga berib, keyin kutadi. Boyagi manfaat moliyaviy jihatdan yaxshi bola jo'rasiga bir tug'ilgan kunda telefon podarka qilsa,
u endi hay sharoit og'ir, xudo vaqtincha ishi yaxshi bo'lmay bermay turishi mumkin. Keyin o'zini tug'ilgan kun uni kutadi. Men telefon beruvdim, nimaga bu bermayapti deb. To'g'ri. Men o'ylayman shunaqa narsalar ham ko'p hozirgi do'stlik sifatiga ta'sir qilyapti. Kutyapti deng. Nimadir qilyapti-da. Ha. Undan Do'stlik degani shu boyagi ijtimoiy tarmoqdagi deb o'ylayapti-da. Lekin aslida ijtimoiy tarmoqqa chiqarganda ham Vaynerlar ham chiqarib yotibdiki do'stlik haqidagi videolar boshqasini. Lekin realnisini bilan farq qiladi-da baribir. shunaqa to'g'ri aytasiz. Do'sting uchun zahar yut degan bir maqol bor-da, shu to'g'ri maqolmi yo noto'g'rimi? Nima deysiz shu maqol haqida? Aka, to'g'ri maqol. To'g'ri maqol-a. Endi men o'zim bilmadim, lekin meni do'stlarim yutadi. Uning uchun do'st arzish kerak-da shunga. O'sha sen zahar yutmoqchi bo'lgan odam shunaqa haqiqiy yaxshi do'st bo'lish kerak-da, qalbaki bo'lish kerak emas. Shunday. Endi qalbaki do'sti o'sha ko'ngilni o'zi ham biladi. Muddati ham ko'p uzoq bo'lmaydi. Soxta do'stlardan paydo bo'ladi-da. Muddati ham ko'p uzoq bo'lmaydi. U chunki soxta mahsulotdan ham farqlasa bo'ladi-ku. Xitoy tovarida. Xitoyda tovari bilan original mahsulotning farqi bor-deb, do'stlikda ham baribir qayergadir shifr kodi bo'lmasa ham o'zini. Hozir uchallaring ham sherikmisizlar sizlar yo bizneslar alohida yo qanday? Bizda aka bizneslar alohida joyi ham bor, sheriklik joyi ham bor, shunaqa. Biznes haligi bitta videoyozda ko'rib qoldimda, zo'r sherik, o'rtoqdan yaxshi sherik chiqadi deyapsiz-da, haqiqatan chunki xarakteringni biladi-da. Shunday. Qanday, nima, qaysi payt qanaqa og'rig'ing bor, nima bor. O'shani ham ko'rib, o'sha nima deysiz, sherikchilikda hozir ko'p yoshlar sherikchilik ishlayapti-da, yuz ko'rmas bo'lib ketyapti. Rosa ko'pini bilaman. Nimalarga e'tibor berish kerak emas sherikchilikda xato qilmasligi uchun odam? Aka, sherikchilikda xato qilmasligi uchun men o'zimda shunaqa nima deydi, taktika deydimi, prinsip deydimi, shunaqa bir sherik tanlaganda avval hamma ham menimcha so'rab surishtiradi, qanaqa inson. Eng avvalo uni oilaviy muhitini bilish kerak. Oilaviy muhitda qanaqa tarbiya olyapti u? Masalan, otasi qanday, onasi qanday, ota-onasini duosini olib, ota-onasini doim yaxshi xizmat qilgan odam baribir duosini oladi-da. Ota-onasiga, oilasiga xizmat qilib, ota-onasining duosini olgan odamdan yomon sherik chiqmaydi. O'shandaqa odamdan yomon do'st ham chiqmaydi. Chunki ko'p holatlarda oilani ta'siri biznesda ham, do'stlikda ham katta bo'ladi. Oilada masalan ikkita sherik bo'lsa, sheriklarda ikkovi masalan bitta biznesga pul tikkan bo'lgandan keyin o'sha qaysidir sherik sal bir oldin mashina olishi mumkin yoki qimmatbaho bir nimadir oladi. Ikkinchi sherik o'shani o'zlari biladi, sabr qilish, keyin buni navbati, keyin buni navbati. Lekin oiladagi muhit, bu jo'rang mashina oldi, sen hali ham yuribsan, sen ana shunday yuraver desa, o'sha xohlasangiz, xohlamasangiz miyaga baribir bitta buzilish boshlanadi. Haqiqatan ham nima shuni birinchi men olib o'sha mashinada men oilamni mindirib yursam bo'lardi-ku yoki birinchi men uy olsam bo'lardi-ku degan fikr baribir paydo bo'ladi. Agar oilada, ota-onada o'shanaqa yaxshi tarbiya ko'rgan oilada bo'lsa, aytadi, bolam, sabr qil. Sheriging olibdi, juda xursand bo'ladi-da. Mana sheriging olibdi, juda xursand bo'ldim. Xudo xolasa senga ham beradi. Sen sabr qil. Sen qilma, sen shoshma, sen sabrli bo'l, sen yordam qil degan narsa bo'lsa, menimcha o'sha oiladagi muhit yaxshi, oila bilan boyagi gapingizga, oiladagi muhit yaxshi bo'lgan, ota-onasini duosini olgan, ota-onasiga, oilasiga xizmat qilgan, oilasini birinchi o'chirtga qo'ygan odam bilan bemalol sherikchilik qilsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Shu joyiga men ham e'tibor qilmagan ekanman. Oilang turib ana sheriging buni oldi, buni oldi deyapsa, o'rta ichida shunday hasad paydo bo'ladi-da, sherikchilik buziladi. Oila to'g'ri tushunishi kerak. To'g'ri aytasiz. Ko'p yoshlar dunkaga tushib qolgan, g'amga tushib qolganda, hali yo'qchilikmi, nimadir deydi. Mana siz ham bitta misolsiz, bir katta tankingiz bo'lmagan, pulingiz bo'lmagan, masalan, bu hayotda mashquruvchilikni boshlaganingizda o'zingizni kuchingiz bilan, sabringiz bilan, mehnatingiz bilan yetib keldingiz. Shunaqa tushkunlikka tushib qolgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Aka, mana shunda bitta holat bo'ldi-da bir kun, mana shu aytgan gapingizga. Shonada o'tiribman, bir yosh yigit keldi. Rosti o'zi ham balkim ko'rar. Ukamiz ota-onasidan ayrilib qolgan ekan, adashmasam xolasinimi, ammasinimi qaramog'ida ekan.
Hali maktabda o'qiydi, 9-sinf bola keldi. Anvarga menga yozib yotar ekan, shogird qilib oling. Asosan SMM mobilografiyaga qiziqar ekan. Keldi, aka dedi, shunaqa SMM mobilograf bo'lmoqchiman, shu dedi, o'ziga shogird qilib oling dedi. Keyin hay dedim, mayli 1-2 so'm pul daromad oladi, oylik oladi. Uka dedim, ishxonada mobilografiyasini qilib yurasan, faqat darsing qolib ketmaydi, darsdan keyin obeddan keyin 1-2 soat ishlasang mayli. Oyliklarini ham belgiladiku, o'zimizcha o'tirib gaplashib bo'ldi, olamiz deb. Keyin u yigit keldi-da, chetdan kuzatdim, harakat qilyapti, endi o'quvi yo'q hali mobilograf. Keyin uka dedim, bitta qara dedim, ha. Qo'liga qog'oz berdim aka, bo'lgan voqea. Qog'oz berdim, mana shunga dedim, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni deb yozib ber dedim. Boyagi bola qog'ozga yozdi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni deb. Birinchidan uni yozuvini men o'zim yozuvini tushunmadim. Keyin sinchiklab endi u keyin men hozir tekshirsam dedim, xafa bo'lasan dedim. Yonboshimizda bitta sotuv menejer qiz bola o'tiradi. Bitta qara dedim. Buni dedim, bitta dedim, xatosini tekshirib ber dedim. O'tirdi, tekshirdi, boyagi 4 ta 5 ta so'zni ichida bir 40% xato-da. Endi yozgan, keyin uka dedim. Yaxshi mobilograf bo'lmoqchi bo'lsang, sen o'ylama, bu soha faqat telefonda rasm olib, videoga olib yurish emas. Ertaga sen tekst yozishing kerak. Boshqa avval sen xat soating to'g'rila. Keyin dedim, bunday qilamiz dedim. Sen dedim, mobilograflik qilma dedim. Mayli, qilasan keyinchalik. Sen belgilangan oylik bor. Senga dedim, o'sha oylikni biz beramiz dedim. Sen bordan repetitorga bor dedim. Darsingdan chiqasan, obedanga bergishga kelmaysan, ona tili adabiyotdan, tarixdan, nechta repetitorga qurbing yetsa bor, repetitor pulingni men to'lab beraman. Hozir aytgan oyligimni ham beraman dedim. Keyin o'ylanib o'tirdi, keyin turdi-dan, aka dedi, men dedi, video montaj qilib yursam bo'l, tekstlarni mayli boshqa bir yo'lga yozdiramiz deyapti. U bolani xayolida faqat shu mobilograf bo'lish, bloger bo'lish, vayner bo'lish-da. To'g'ri. Uka dedim, men dedim, senga dedim, yomon taklif bermadim. Sen xafa bo'lma, men seni ishdan haydamoqchi emasman. Sen o'zingni qilishing kerak bo'lgan vazifangni sen bajarib, men senga shuning uchun oylik to'layman. Desam, o'ylanib o'tiradi, yana keladi. Aka, shuni o'rganib ketaman yozish. Xullas boyagi narsani qilmoqchi emas. Ichida istak yo'q o'qishga. Qiynalgisi kelmaydi. Qiynalgisi kelmayapti. Sen 3 oy hech bo'lmasa ona tili adabiyotdan o'tir. Sen mobilograf bo'lish uchun masalan senga bitta video olsam, bitta qo'yib ver, masalan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya kuni munosabati bilan bayramdan lavhalar deb yozib bitta post qo'y desam, sen O'zbekiston so'zini o'zida 10 ta xato qilsang, seni mobilografiya yuritadigan bir tadbirkorning odam haqida xalq tushunchasi, bu o'zi savodsiz bola ekan. To'g'ri. degan fikr uyg'onadi. Sen avval shu narsani to'g'rila uka, keyin yaxshi. Sen o'ylaysan, hamma mobilograf yoki mana shu mediada yoki jurnalistlar faqat bilimli odamlar. Bu yerga bilim birinchi o'chirda turadi. Sen o'ylama, yaxshi videoga olib, yaxshi montaj qildim, bu yaxshi bir kamerachi yoki bir jurnalist yoki vayner bo'lib ketaman yoki bloger bo'laman degani emas. Desam, tushunmaydi, keyin o'tirg'izdim ukajon bu yoqqa. Sen Instagramda ko'rib, baxt oddiylikda emas. Muhimi nima ana borki, orzular orzuligicha qolib ketmaydi. Muhimi yurak urib tursa bas degan gap yoki baxt oddiylikda yoki yigitni omadi bilan o'ynashma degan ana bu statuslarga ishonma. To'g'ri. O'sha muhimi yurak urib tursa bas degan yurak u sening yuraging emas. To'g'ri. U yurak hammada uryapti. Kasalxonada yotgan odamda ham, chaqaloqda ham uryapti. To'g'ri. 20 yoshli o'smirda ham uryapti. Lekin u maqsad o'sha shior uchun harakat qiladigan yurak boshqacha uradi aka. Senga aytilgan o'sha maqsading uchun biz senga yordam qilamiz, seni o'sishing uchun qo'limizdan kelgancha qilamiz degan narsani sen o'zing xohlaysan. Seni yuraging u orzular orzuligicha qolib ketadi seni bu yuragingda dedim. Tushuntirdim, dedim bunda. O'tirdi aka, shu bola ertalab yakshanba kuni kelgan bo'lsa, kechgacha o'tirdi-yu, bir vaqt aylanib kelib, aka dedi, ha desam, hech bo'lmasa bitta telefon olib bering dedi, mayli ishni haydaversangiz ham deyapti-da. U baribir o'sha ishni qilmoqchi. Niyat baribir o'sha video boshqa endi yaxshi telefonni qilib, boshqa tadbirkor bilan shu bilan ishlamoqchi-da. Keyin uka dedim, qo'y dedim. Mayli. Buni otash u mobilografni o'zida qangi tadbirkorlar ham ko'pdi. Hozir olsa bo'ldi-da, videoga shunaqalar ham ko'pda. Siz-ku men tekshirib olay buni savodini deyapsiz-da, lekin shunaqa
chala tadbirkorlar ham ko'p, o'zlari yozishni bilmaydi. Ularga shunaqalar bo'laveradi. Video olib cho'tki montaj qilib berasan deydi, shunaqani topib oladi. Ha, balkim. Lekin aytganingizdek to'g'ri. Ko'p odam hozir ana unda ham kuzatamizki, hay o'zimiz ham jabr geniy bo'lmasmiz-ku. Bizlar degan bolalar yoz deymiz, yozadi. Ko'p mana bloklar qo'yganda, videolarda, yozuvlarda juda ko'p xato bo'ladi-ku. Shunaqa. So'zlarda e'tiborsizlikda bu boya aytganingizdek o'shanaqa shogirdlarga tushib qolganman deb o'ylayman-da men. Chunki aka tadbirkor bo'lish uchun ham baribir ozgina xo'p, ona tili adabiyotdan bilim bo'lmasa ham lekin matematikadan bilim kerak. To'g'ri. U qaysidir jihatdan bilim bo'lish kerak-da. U men aytgan bola na matematika, na ona tili adabiyotga o'qishga qiziqib ham ko'rmaganda. Hayot boyagi ijtimoiy tarmoqning ta'sirida bu. Shunaqa ko'radi, Instagramda ko'radi, yaxshi bo'lib ketaman shekilli. Shunday. Ha, Otabek yana bu yoshlarning orasida ko'p quloqsiz muttaham yoshlar ham ko'pda. Ota-onani umuman hali hurmat qilmaydigan yoshlar ham ko'p. Shularga ham ozgina gapirsangiz, chunki bizdan ancha-muncha yoshlar ko'radi-da, bar 100 ta odam ko'rsa 5 tasi olsa ham qancha savob bo'ladi. Nima deysiz shunaqa ota-onasiga quloq solmaydigan yoshlarga nima gapirasiz? Aka, ota-onasiga quloq solmaydigan yoshlarga nima deyish mumkin? Ularga endi u ota-onasining gapini olmaganda bizning gapimizni olarmikan? Yo'q, endi qisman qandaydir ozginasi bo'lsa ham men bitta narsadan ko'p qo'rqaman-da. Bu dunyo qaytar dunyoda. Sen ota-onangga qancha qilsang, ota-onangdan olgan qancha ko'p duo olsang, qancha qilsang, farzandingdan ham senga qaytadi deydi-ku. Bir postimda qo'yganman-da. Mana shu eski xalqimizda bir zo'r gaplari, duolari bor. O'sha duo gohida insonga qarg'ish sifatida ham tegishi mumkin-da. Ota, ona farzandiga menga qilganlaring farzandingdan qaytsin deb duo qiladi-ku. Endi qarang, o'sha narsani farzandidan ota-onasiga qilgan narsani qaytishiga hamma farzand tayyormi? to'g'ri. Hamma farzand ota-onasiga qiladigan narsasini ertaga farzandim men ota-onamga qanaqa muomala qilyapman, qanaqa munosabat qilyapman, qanaqa xizmat qilyapman, ertaga meni bolam ham shunday qilsa roziman deya oladimi? To'g'ri. Ayniqsa yuzga ko'payib qaytishi bor. Oddiy qaytmaydi. Ana shunday aka. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganimki, siz so'ragan adamingizga bu narsadan juda qo'rqish kerak. Ota-onaga xizmat masalasida, ota-ona bilan munosabat, ota-onani duosini olish masalasi bu juda jiddiy tema. Jiddiy masala. Unga shunchaki yuzaki qarab, yuzaki munosabat qilib, pul topganda bir borib qarab kelib, nima qilib bo'lmaydi. Ota-onani xursand qilmasa, Xudo ham bermaydi. Shunaqa uzoq muddat bermaydi, vaqtincha beradi, bu ham sinovda berib ko'radi. Balkim endi insof kirib qoldi, endi balkim ota-onasini esidan chiqarib qo'ymas deydi, lekin Otabek yana ko'rib turibmizda oilalarda. Aka-ukalar 5 ta aka-uka bo'lsa, yo 6 ta bo'lsa, bittasi yaxshi ish yurib ketadi. Qolganlarini ko'rsangiz, o'zi bilan o'zida kunini zo'rg'a amallab qilib yuradi. Shunaqalarga nima deysiz? Shunaqa bolalar ham ko'payib qolgan lekin hozircha. Ligi Jahongir Ortiqxo'jayev debdi, yaxshi gapi bor-da. Senga zo'r boylik berdimi deydi. O'ylama meniki deb deydi. O'sha hammangnikida, o'sha oiladagi. O'shalarga nima deysiz? Shunaqalarga ham ozgina bo'lsa, bunaqa bolalar ham ko'radi o'zi bizda. Endi bu albatta silay rahim jigarlar o'rtasidagi munosabat haqida aytyapsiz. Bitta jigarga yaxshi mablag' bersa, Xudo sal unutib qo'yadi-da. Men o'zim topdim buni. Men o'zim zo'r harakatchanman. So'rasangiz, "Ha, qanday ukang qanday yaxshi yuribdimi, yaxshilayaptimi?" desangiz boshlaydi. U erinchoq, bir mehnat qilmaydi, yotadi. Shunaqa bahonasi bor. Bahonasi bor. O'sha kimnidir kim bo'lib ketishiga baribir kimnidir sababchi-ku. Xudo kimnidir sababchi qilib beradi, kimnidir mana do'stini sabab qilib beradi, kimnidir bir ustozini, kimnidir bir ko'chada kimgadir o'sha jigaringizga balkim sizdir sababchi. O'sha Xudo sizni sabab qilib bergandir. Siz suyashingiz kerak deb o'ylayman. Bu juda yomon narsa. Jigarlarni, aka-ukani unutib qo'yish. Bu endi Xudoni berganini unutib qo'yish deganda. Ayollar hukmron bo'lgan oilada ko'proq shunday bo'ladi. Ko'p ayolidan endi ko'p odam shu yordam qilsa uyda janjal bo'ladi. Shu yordam qilmaydi deydi-da, mayli ukam yo akam qiynalib yuraversin, meni oilam tinch bo'lsa bo'ldi
lekin bilmaydi bunaqangi boylik bilan uzoqqa bormaydi. Shunday. Endi ayollarda roli ham katta bo'lishi mumkin. Endi bizni o'zimizni boshimizdan o'tmagan, bilmaymiz. Biz Xudoga shukr, Xudo bu narsani hech sinov qilib bermagan bir ayolimiz tarafdan bunday qilmang deb ota-onamiz ham doim duo qiladi. Bitta narsani ko'p ko'rib e'tibor berasizmi o'zingizdan bir xil ota-onalar mana uyda dasturxon boshida o'tirsa, ertalab bir o'g'li sovg'a salom bilan kelsa yo bir ikkita non ko'tarib kelsa, qolgan o'g'illari yonida o'tirsa, masalan, biringga ming bersin deb o'sha bitta o'g'ilni o'zini duo qiladi-da. To'g'ri. Yoki o'sha ota-onani o'zi ham balkim sababchi bo'lib qoladimi? Ana misol qilib ko'rsataveradi-ku, akangni qara, ukangni qara, qaysida bir daromad zo'r bo'lsa, sen ukangni qara, ukang mana bunday qilib ketdi, sen nima qilding, yuribsan deb balkim shu narsada boyagi ayollardan tashqari ota-onani ham rol bo'lib qoladimi? O'sha ko'p aytavergandan keyin odam baribir miyada sinib boraveradi-da. Demak men bo'lmay ekanman deb. To'g'ri. Chem ota-ona ana nima deydi, kuch berib, bolam mana akang zo'r bo'ldi. Endi sen ham izidan borishing kerak. Sen ham o'rgan, maslahat so'ra, oldiga bor, ko'p suhbatini ol deb tursa, ukada ham harakat bo'ladi-da. Shunda bir duo qilganda, oddiy duo qilganda xo'p, olib kelmagan bo'lsa ham qo'shib duo qilarsin. Bolalarim birlaringga ming bersin. Bittalar degan so'zni o'zi bu bolaga motivatsiya beradi, xursand bo'ladi. Keyinchalik borib bitta narsani o'ylayman. Shu boyagi farzandi kichkinasi kattaga nisbatan rashkan paydo bo'lib qolishi mumkin. Yoki kattasi boyagi daromadi yo'qda, daromadi borga nisbatan o'sha kelaversa, hozir yana nimadir qilib ketadi uydagilarga, menga nisbatan yana oilada negativ boshlanib qoladi deb ham o'ylab qolishi mumkin deb o'ylayman. Shunaqa bo'ladi, chunki tabiatan inson zoti shunaqa yaralganda o'zi haligi oldingda turib tasini maqtaversa g'ashi keladi. Endi bu odamni baribir to'g'ri aytasiz, Otabekda. Lekin boyagi masalada aka, aytyapsizki, kimgadir davlat bergan, akasiga bergan yo ukasiga bergan, lekin endi Xudo ziyoda qilsin, ularni men u padarka qilgan, ota-onasini xursand qilganlarga nisbatan negativ aytmoqchi emasman. Zo'r, balkim u yog'ini ham zo'r qilib qo'ygan, havas qilaman. Xudo bersa qilaverish kerak, ota-onani har xil yo'l bilan xursand qilish kerak. Boya aytganimki, xursand qilish masalasi ham qiyin bo'lib qolyapti-da. Ko'p oilalarga. Mana bu pastda qila olmaydigan odamlarga boyagidek ota-ona qara faloncham bolasi 3,5 ming dollarga gul olib kelibdi. To'g'ri, qanchadirga mashina olib kelibdi. Otamga deb yozibdi, butun ko'chani boshidan svet qo'yib, chiroq qilibdi. Sen meni bitta tug'ilgan kunimda o'tkazib bera olmaysan degan gaplar ham bolani sindirib qo'yyapti-da. To'g'ri. Ota-onani ham munosabati boya aytganingizdek farqlab o'zini aka-ukasidan, o'zini qo'ni-qo'shnisidan, ko'chadan, ijtimoiy tarmoqdan ko'rgan narsalaridan tabi nozik bo'lib qoladi ko'p odamni. Lekin ko'p odamniki qilma deydi. Men masalan men o'zimda ham, jo'ralarimda ham biz endi oilaviy hamma narsani bir-birimizdan pashda endi hamma narsamiz, ko'p narsadan xabarimiz bor, muhitdan. Ana shu narsani bizni ota-onalarimiz juda qarshi. Unaqa dabdaba qilib tabriklar, boshqa qilamiz bizlar ham. Jo'natganmiz, endi xursand qilishimiz kerak. Xursand qilsangiz, xursand bo'lib bu kunga bolam unaqa tashviq qilmanglar bundan keyin. Bunaqa qilmanglar, bunaqa qilma, boyagida chiqqan keraksiz rasxodni ko'p qilmanglar deb ko'p aytadi-da. Bir xil ota-ona shundan faxrlanib, "O, zo'r qilding, ana qilding" deb qo'ni-qo'shnilarga ham maqtanib, ularga nisbatan, farzandlariga nisbatan boyagi unga nisbatan munosabatga ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Eng asosiysi ko'p narsani ijtimoiy tarmoq qilyapti. Instagram. Shunaqa eng yomon tomoni, mana shu to'g'ri aytasiz. Otasi bo'lib qila olmayotgan odamlar ham mayli, lekin otasi yo'q odamlarga qattiq ta'sir qiladi-da. Otasi yo'qda kimdir masalan mashina minib kelib olib kelyapti, shuni ham sal kamaytirish kerak, chunki otasi yo'q bolaga qattiq ta'sir qiladi-da. U nima qilsam ekan deydi-da, o'rniga yo'qda, otaning o'rniga boshqa odam. Shunaqa. Otasi yo'q, onasi yo'qlar endi o'zi ko'ngli yarimda ularniki. Ularda lekin imkoniyat bor. Qilay desa, lekin qila olmaydi. Shunaqa bir ikkita mana shu otasi yo'q og'aynilarim bor, yaxshi biznesmen, zo'r bolalar ora-orada menga dadam telefon qilib qolsa, "Ha, dada, assalomu alaykum" desam, ana bolalar kecha ham bittasi aytayapti-da. "Alo, assalomu alaykum dada" degan so'ziga men mana shu hamma narsamni berib yuborardim, dadamni ko'rmasam ham deydi-da. Shunga biz baxtlimizda baribir Otabek, bizda ota bor, ona bor, ancha-muncha odamdan ko'ra
Chunki o'ylanmaysizda, mana yerda yuribsiz, xohlagan joyingizga ketasiz, ota-ona bor, uyda hech qanaqa muammo yo'qda. Ota-onadan keyin har qanaqa muammolar, bilmayman, hali boshimizga hali beri tushmasin. Ota-onalarimiz baribir yuzdan oshsin. Shunday, boshimizda sog' bo'lsin doim duo qilib. Men ko'p quruvchilarni bilaman-da. Hali mashina olishga o'tib ketib qolganda bular ko'chadan va ko'pchilardan mashina oladi. Kecha ham bittasi kasha qilib tashlaganda hamma joyda 10 mingga mashinani olyapti-da va ko'pchidan. Shunday joyda 7 mingga sotib olib pul qilyapti. Bular qanday oxiri uyini topa oladimi, topa olmay qoladi, bankrot bo'lib ketib qolmaydimi? Qanday tugaydi mashina oxiri? Aka tagi bo'lsa o'sha olib, masalan, mashinani qimmatkor 2-3 ming arzoniga sotib, o'shanaga qurilishga ursa, aka bunday olib qarasa yomon narsa emas. Chunki vaziyatdan chiqib ketish kerakda, bu o'zini 2 ming, 3 ming o'zini daromadidan kechyapti-da. Masalan, 2 mingni buni daromadidan kechib bu yoqqa urgan bilan, lekin yoqda masalan uyda narxini ko'tarib bermayapti yoki yoki 5 minglik foydasi bo'lsa bitta ishda, buni 3 mingini bu yoqqa berib minus qiladi. Masalan, bitta domdan 1 million foyda qiladigan bo'lsa, 10 ta mashinadan 2 mingdan yesa 20 ming dollar zarar qilyapti. Lekin o'shani tupikka kirib qolgan vaqti shunda ish to'xtab qolsa masalanda, ertaga u daromati ham yo'q, bu yoqdan olib qo'ygan ishi ham yo'q-da. Shunaqa bo'lyapti-da, men ko'pini bilaman. Mana siz aytgandek ishingiz zo'r bo'lib tursa, bilinmaydi. Mana ish ketyapti, unga 1000 ta mashinani olsa ham, chunki aytdi 5 ming foydasi bor, 3 mingini bu yoqda mashina qurishga beradi. Lekin ayrimlari u yoqda ish to'xtab qolgan. Bu yoqdan mashinani olib, kassaga kirib ketganda bilaman. Endi ular boyagida o'zini boshqa hisob kitoblarini oladi-yu, mashinani olib bu yoqdan urib uni o'sha qiladigan ishiga emas, dam olishga yo qumorga shunaqa narsaga sarflab qo'yadi-da ko'p holatlarda. Endi rost aka bunaqa holat o'zimizda ham bo'lgan. Biz o'zimizda masalan joyi kelganda mashinani sal qimmat hisoblab olasiz. Chunki iloji yo'q, mayli sizni daromadingizdan ketsin, lekin xalqning oldida yuzingiz yorug' bo'lsin. Muhimi siz mana bunaqa daromadda ishlamayapsiz. Biznesni rejani boshlagan paytda foyda. Mayli kamroq foyda qilamiz. Lekin o'sha aytilgan va'dan ustidan chiqishda hamma gap. To'g'ri. Otabek, mana viloyatlarda uy quryapsizlar. Qaysi viloyatga narxni qanday chiqarasizlar? Deylik, Farg'ona yo Qashqadaryo, hamma joyda bir xil bo'ladimi uylaringning narxi yo hamma joyda aholi daromadiga qarab o'zgaradimi narx? Yo, endi aka baribir bozorda o'rganasiz, aholi daromadiga, masalan, Qashqadaryodagi masalan 1 gektar yerni narxi bilan Toshkent shahridagi 1 gektar yerni narxini katta farqi bor. To'g'rimi? Sizga себестоимостьni ham qoplash kerak-ku. Masalan, Qarshi shahriga mahsulot bor-ku, beton tayyorlash uchun shebin, qum bor, sement bor, kelish masofasini o'zi Qashqadaryoga, Qarshi shahriga Yakkabog'dan, Shahrisabzdan yoki Samarqanddan keladi. Bu degani 140 kilometr nari beri masofadan keladi bir mashina yuk. Samarqand shahrida yoki Shahrisabzda yoki Toshkentda bir xil joyda 5 kilometrdan oladi. Bir xil joyda 10 kilometrdan. Endi o'ylang, 140 kilometrga bir mashina shebini toshib borish nechta pul bo'ladi? Uni shofyorning puli, mashina rasxoti, salarka, yo'lda baribir bitta yarim shtrafga tushib qolishi mumkin. U hammasi rasxoti, keyin bir kunda bir reys toshiydi. Bitta mashin bitta borib to'kib qaytib yuk mashinada, u Nexia yoki bir Cobalt emas, chipillab borib 2-3 reys borib kela oladigan. Katta yuk mashina yurganda shofyorning o'ziga yarasha anonsi bor, qiyinchiligi, charchog'i bo'ladi, u kelib keta olmaydi. Shular hammasi hisob kitob olinadi. Masalan, Toshkentda yerni narxi qimmat bo'lgan bilan mahsulot arzon degani u ko'p narsa ta'sir qilmaydi. Chunki aholining daromadiga qarab baribir mahsulot narxi ham yaqin uzoqda ham farq qiladi. Toshkent shahridan tashqari boshqa viloyatlarda ko'proq o'sha mahsulot borishi ham, yerni narxini hisobini olib, daromad ustiga qo'yilib, o'sha bozor o'rganiladi. Xalqni qancha daromadi, qanday, asosan mablag' nimadan topadi. Bir xil joylarda mavsumiy dehqonchilik qiladiganlarda, masalan, kuz, bahor oylarida, Qashqadaryoda bo'ladigan bo'lsa, yozda asosan qovun, tarvuz, chorvachilik eng gullab semirib savdo bo'ladigan, masalan, go'sht, to'y sezon, go'sht yaxshi pul bo'ladigan vaqtida shularni hammasini hisobga olamiz. Qo'yiladigan foyda ham farq qilib qo'yiladi. Masalan, Samarqandga balki Toshkent bilan Samarqandga sal ko'proq, Qashqadaryoga masalan boshqa viloyatlarga sal kamroq. O'shanisiga qarab ketaveradi. Otabek, yana qo'shni davlatlarda ham qurilishni qilishni niyat qilyapsizlarmi? Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston.
Endi aka qo'shni davlatlarda qilish niyatlar ham bor, endi hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Balkim chet ellarda, Dubayda, yoda bu yerda qurilishlar. Endi haligi Sekin xudo xolasa. general bo'lishni Ha, xohlamagan orzu qilmagan, soldat soldat emas emasdi-ku. Endi dunyoga chiqishni xohlamagan tadbirkorning o'zi bo'lmasa kerak. Keyin Otabek sizlarda boshlang'ich to'lovsiz ham uylar berilyapti, ha? Shu noldan to'lab ketaveradi. Ha, bizda boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga uylar o'zi aslida Yuksalish Group respublika bo'yicha eng birinchi boshlang'ich to'lovsiz uy berish, 60 oyga uy berish masalasini birinchi bizlar boshlaganmiz. Hozir endi ko'payib ketdi. Hammani Xudo barakasini bersin. Boshlang'ich to'lovsiz uyni to'liq narxi shunday bo'lib 60 oyga bo'lib to'lash sharti bilan beryapmiz. Hamma viloyatda, Toshkentda ham, Samarqandda ham, Qashqadaryoda ham hech qaysi viloyatdan tumanni ajratganmiz yo'q. Bularga bermaymiz, bularga beramiz degan yoki loyiha bilan loyihani ajratib, bu loyihamiz markazda, bu zo'r loyiha. Hamma imkoniyatdan bir xil foydalanadi. Keyin bizda yana bitta zo'r tarafi ko'p etajlarda ham narx farq qilmaydi. Ha. Birinchi etaj, ikkinchi etaj qimmat sotadi bir xil joyda, Shunaqa. 9-etaj arzon sotadi-ku, yo'q, bizda to'liq bir xil. Ha, yaxshi narxlar. Hamma narxlar bir xil turadi. Etajda ham farq qilmaydi, to'lovda ham farq qilmaydi. Otabek qarang, mana 60 oyga beryapsizlar uyni. Shuni hisobini qilib chiqib qandaydir bir ko'proq oyga bersa bo'lmaydimi? 150 oy yoki ana chunki ijarada qiynalib ketadi odamlar, $500, $400 to'lagandan undan $500 ijarada o'tirmay, shuni $700, $800 uzoqroq vaqt to'lasada, deylik bir 300 oy, yo u hisob kitobga to'g'ri kelmay qoladi. Hozir 20-50 ham qilib beryapsiz. Ha, 20-50 ham qilib beryapsizlar. Ha, yaxshi bo'pti-da-chi, mana ularga ijarada turganlarga ozgina qo'shadi, uyli bo'lib qoladi-da. Shunday. Hozir eksperiment sifatida ko'rib boshlaganmiz. Endi Xudo xohlasa to'liq o'sha tizimga o'tamiz. Qaysi viloyatda birinchisi bo'ladi? Birinchisini biz Kattaqo'rg'onda qildik. Ha. Samarqand. Ha, hozir Qashqadaryoda ham bor. Nasib bo'lsa Shahrisabzda bo'ladi. Endi hammasida qilamiz. Toshkent shahrida ham bo'ladimi? Ha, nasib bo'lsa bo'ladi. Yaxshi, Toshkent shahrida bo'lsa, chunki Toshkent shahrida eng ko'p uyga talab Toshkent shahridada ijarachilar. Endi Toshkent shahrida talab ko'pligiki butun respublikada hamma Toshkent shahridan uy olishni xohlaydi. Bu orzusi. Vodiylik ham, vohaliklar ham, masalan, Qoraqalpog'istondan bo'ladi, qayerdan hamma masalan Toshkent shahridan uy olish orzusi bor. Daromad qilsa o'zbeklar, o'zimizning xalqimizda shunaqa farzandlar uchun kelajak qiladi, uy qiladi, lekin hammani Samarqandlikda ham orzusi, lekin masalan Farg'onalik odam Qashqadaryodan yoki Samarqanddan yoki Buxorodan uy olishni kamdan kam holatda xohlaydi. Chunki daromad orttirsa, o'sha yoqqa bir qanaqadir bir o'g'li bir o'qishga borib qolmasa, yo bir harbiy xizmatga, yo bir taqdir taqozosi bilan, yo bir qilmasa, yo bir tadbirkorlik qilish uchun mana hozir Buxoro, Samarqandda mehmon uylari shunaqa narsa ham urfga aylanyapti-ku. Shunaqa narsa bo'lmasa, shunchaki uy olib qo'yish bo'lmaydi. Samarqandda bo'ladigan masalan Qashqadaryo, Surxondaryo, bu yoqda masalan Navoiy, Buxoro, Xorazmdan ham olish mumkin. Lekin samarqandlik odamlar masalan Farg'onadan, Xorazmdan uy olish bo'lmaydi. Lekin Toshkentda talab ko'pligiki, butun respublikada hamma oladi kelib. Shunaqa. O'shaning uchun. Boshqa mana Qashqadaryo, boshqa viloyatlardan endi asosan o'zini местный aholisi, atrofdagi yaqin rayonlar yoki yaqin viloyatlar, qo'shni viloyat markazidan olishi mumkin. Shahrisabzlik Qarshidan olishi mumkin. Shunaqa. Shahar o'zini viloyat markazidan shunday uy olishi mumkin. Shuning uchun Toshkentda talab ko'p deb o'ylayman-da. Otabek, hozir xususiy maktablar ko'payib ketgan, mana ko'ryapsiz. O'sha bolalarni o'qitish uchun 10 million, 15 million oyiga to'lab o'qitadigan bolalar ham bor-da. Shu nima deysiz? Shu ham o'zi isrof emasmi yo kerakmi, kerak emas narsami? Qimmat pulga bolani maktabda o'qitish. Keyin bu kuni bittasi aytayapti, bu 15 million pul to'lab turgandan keyin seni bolangni olib ketib qolmasin deb o'qituvchilar ham bola yaxshi o'qimasa ham majbur 5 qo'yib beraveradi deydi. 5 to'ldiradi. Ota xursand, ha, o'g'lim 5 ga o'qiyapti, lekin bu yerda 15 million pul to'layapti oyiga deydi. Shular haqida nima deysiz? Endi aka, avvalo unaqa maktablarni bari menimcha kelajagi ko'p uzoqqa bormaydi. Chunki
pul uchun 1 yil 2 yil u bola ertaga maktab bitirganda natijasini ko'rsatish kerak-ku, institutga kirish kerak, nimadir natija qilib ko'rsatib qo'yish kerak-ku. Ota-ona ham masalan ahmoq emas-ku, ko'chada, kuyda 1 yil 2 yil aldashi mumkin, keyin ertaga bolasini shu narsani tagiga yetib qaytarib olgandan keyin atrofdagi hammaga aytadi, "Ey, bu maktab bo'lmaydi ekan, bunaqa ekan." Hozir xususiy maktablar juda zo'rlari chiqdi. Mana Yuksalish maktabi bor. Muhammad Ali ustozniki. Masalan, o'g'lim ham o'sha maktabga boradi. Toshkentdami, Samarqandda? Samarqandda. Bizni do'stlarimizda ham, ishxonamizda ham asosan hammamiz bolalarimiz o'sha maktabga boradi. Chunki haqiqatan ta'limga ham, tarbiyaga ham zo'r ahamiyat beradi. Yana do'stlarimizni farzandlari boshqa xususiy maktablarga boradi, ular ham hammasi xursand. Lekin bolani tarbiyasi uchun haligi eng yaxshi investitsiya farzand ta'limi uchun investitsiya deylar. Haqiqatan shunaqa. Oddiy misol, ko'p odam, "Palon 5 millionga ham, 6 millionga ham, boya aytganingizdek 10 millionga ham bolasini maktabga beradimi?" deydi. Lekin o'sha xususiy maktabda bolani ta'lim tarbiya soat 5 gacha nazorat qiladi. Ota-ona masalan 5 gacha, 6 gacha ish vaqtida bo'ladi. Ishdan keyin bola nima qiladiganini bilmaysiz-da. Uyga keladi, ketdi ko'chaga chiqib o'ynab ketadi. Darsini qildiryapti, o'sha sifatli ovqat beryapti, yaxshi tarbiya, undan sport to'garaklari, hammasi o'zini ichida bo'lyapti. Aka bitta narsada qarang. Xo'p, 5 million deylik bitta maktabni. 5 million maktabga bolangizga bir oyga to'laysiz, lekin ko'nglingiz to'q. Soat ertalab 8 dan 5 gacha bolangiz nazorat ostida, Telegramdan, internetdan kerak bo'lsa sinfxonalar videoga ulab beryapti dars jarayoni. Lekin mana qarang, 5 millionda agar qizg'onsak, bir uzoqdan bir do'stimiz yoki bir mansabdor bir odam, bir mehmoningiz bo'lib qolsa, aka 10 million rasxod qilasiz. Eng yaxshi restoranni gaplash deysiz, olib borasiz. To'g'ri. Eng yaxshi mehmonxonaga yotqiz deysiz, akaga deysiz, sovg'a salom nima olding? Ha, masalan, $100 ga masalan atir oldim yo soat oldim. Jinnimisan palonchi aka bu. $100 ga soat taqmaydi bu yoq. Bu yoqqa $1000 olib kel yoki $10,000 soat deysiz. Berasiz ertalabga masalan ketdi mehmon ketdi. Lekin boya aytganingizdek farzandingiz uchun 5 millionni qizg'onasiz yoki 2 million, 1 million endi kim qayerdan maktab har xil narsa-ku. Yo'q joyga ham ketyapti, kimnidir xursand qilish uchun. Nima uchun? Farzandingizni xursand qilish uchun o'sha narsani ertaga u sizni xursand qiladi. U boyagi akaxon ketdi shu bilan. Ishini bitirdi, mehmoningiz bo'ldi. Keyin qaytib uni ko'rasizmi, yo'qmi? Ko'p holatlarda shunaqa qo'shimcha rasxod ham ko'p. Shuni farzandimizni ta'limiga, tarbiyasiga boyagidek ota-onamiz xursand qilish uchun qilsak, ko'proq manfaatli bo'ladi. Keyin boyagidek holatlarda bola abetdan keyin bo'sh qolib ketishi mumkin, o'zingiz nazorat qila olmay qolasiz. Keyin nima bo'ladi? Ko'p holatlarda bolalar boyagi yomon yo'llarga kirib ketyapti. Hammani hozir qo'lida smartfon, telefonlar bor. Davlatimiz qancha himoya qilyapti. Masalan, o'sha har xil noma'qul o'yinlardan reklamasini ruxsat bermayapti, reklama qilganlarni javobgarlikka tortyapti, boshqa qilyapti, lekin baribir ta'sir qilib qo'yadiganlar ko'chadan bo'lyapti-da. Ularni qobig'iga kirib qo'ygandan keyin aka boyagi qizg'ongan 5 million pulingizni $500,000 chiqarib ketadi, o'rniga kelmaydi. Shu pul ketganda-ku yaxshi bo'lib qolmaydi-da. Ko'p bolalar umriga zomin bo'lib qo'yapti o'zini o'zi. Boshqa yo'llarga kirib ketyapti, jinoyat qilib qo'yyapti. Har xil boyagi qimor o'yinlari, bir noma'qul narsalar iste'mol qilishga o'tib ketyapti-da. Bu narsa menimcha o'ylayman, ta'lim uchun qancha bo'lsa qilaverish kerak. Agar sharoit bo'lsa, qilaverish kerak. Bir kechada boyib qolaman deb o'ylaydi, qimor o'ynayotganlar. U kinolarda bo'ladi. Shunday uxlab turasan, shunaqa deb yutqizib tashlayapti. Otabek qo'shimcha qilib mana shu qimorlardan ham bir yomon illat borda. Qimor ko'mali to'xtat, puli qolmasa to'xtatadi odamni, o'zi hech kim qarz bermay qo'yadi, 10 tani uxlatasan, o'zi hech kim qarz bermay. Undan ham yomoni borda, bir tabletka degan bir narsa chiqqan yoshlar orasida hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, u eng og'ir masalada shunaqa ko'payib ketgan bu yoshlarning ichida. Bu shunday. O'sha xususiy maktablarda yaxshi tomoni kamera deyapsiz-ku, hamma tomon. O'sha tomonlama baribir menimcha foyda bo'ladi. Chunki kistasini kovlaydi, tekshirib turadi-da endi pul olayotganda. Bularga nima deysiz mana shunaqa tabletkaga o'tirib qolgan yoshlarga? O'tirmaslik uchun nima qilish kerak buni? Tamom bo'psizlar deymiz-da aka, o'tirib qolgan bo'lsa, o'tirib qolgan bo'lsa, o'sha foydasi yo'q. Bolalar, maktab bolalari juda ko'p, rosa ham ko'p. Shunaqa aka. Hozir mana bu o'zimizda ko'p chiqib ketdi-da, mana do'konlarda ham oddiy elektron sigaretlar, elektron qanaqadirligi, tamaki mahsulotlari ko'p. Shundan boshlanib o'sha keyin undan boya tabletkaga o'tirib qolyapti. Endi bunda asosan oiladagi muhit sabab aka. Farzand doimo ota-onasi
o'zini tarbiyali, hali qush uyasida ko'rganini qiladi deydi-ku. Ota-ona doim o'zini yaxshi farzand oldida yaxshi namuna bo'lsa, unaqa narsa bo'lishi juda qiyin. Unda ko'chani ta'siri bo'lmaydi-da. Ota-onasini oldiga bola doim shoshadi, otasi bilan suhbatga shoshadi, onasini oldiga shoshadi. Keyin sal ota-onani ham qattiq qo'l bo'lgani ham ma'qul-da. Bunaqa holatda shu ota-ona ko'p nazorat qilmasligidan-da bo'ladi. Aka, bitta narsa mana, qarang, ota o'sha narsa Xudoga shukr. Men hozir 34 ga kirganman. 3 ta farzandim bor. Ota-onamdan uzoqda yashayman. O'zimni uyim, o'zimni ishim. Qishloqda ota-onam yashaydi, ukam bilan. Qishloqqa mehmon bo'lib borgan paytim, kechasi men sinfdoshlarim bilan bir tadbir bo'ladi-ku. Borib, dadamni ishdan kelishini kutib o'tiraman. Soat 6 da masalan bizni boyagi o'tirishimiz bo'lsa, sinfdoshlar bilan bir tadbirimiz yo to'y bo'lsa, men dadamni soat 6 gacha kutib o'tiraman. 6 da dadam kelsa, 6 ga yaqin dada, bugun sinfdoshlarim bilan o'tirishim bor. Bitta borib kelsa maylimi deyman. Bundan ayamdan so'rayman, dadangdan so'ra boraver. Dadamdan ana shu 34 yoshda mana shu kecha-yu kunduzda so'rayman, dada, qishloqda bir sinfdoshlarim bilan bitta o'tirishim bor, bitta chiqib kelsam bo'ladimi? Ha, bor, faqat ertaroq qayt deydi. O'tirishda o'tiraman, soat 8-9 dan oshaveradi-ku, dadam uxlab qolmasdan ertaroq borishim kerak. Ha, baraka toping. Ha. Diymandani kelib, hovliga kirib kelaman, biladi, darvozani ochib kirganingizni biladimi, mashinada kelasiz. Обязательно oldiga kiraman, o'tirib 5 minut yo 10 minut agar vaqti bemalol bo'lsa ko'proq suhbat qilaman. Chunki men kirib kelgan paytim dadam bilsin, men soat 9 da dadam aytgan vaqtga keldim va men aroq ichib yoki bir boshqa narsa iste'mol qilib kelmadim. Shuning uchun shunga oldiga o'tirib suhbat qilaman, o'sha narsani so'ramaydi. Endi yoshi katta bo'l, men juda qarshi qo'ymaydi. Ana shu narsani dadamga men isbotlay. Men dada, siz aytganingizni qilib vaqtida keldim. Ruxsat berganingiz uchun. Men mana ko'chadan hech qanaqa narsa iste'mol qilmay keldim. Ko'nglingiz to'q yotavering degan narsani otam bilan onam oldiga kirib, o'sha narsani ko'rsatib, keyin kirib farzandlarim oldiga kirib yotaman. Ukamda ham shunaqa. O'sha soat 9-10 mi ishda bo'lsa, masalan 40 kilometr shaharga qatnab ishlaydi, men o'zim bilan ishlaydi. Kelsa, albatta dadam bilan ayamni oldiga kiradi. Ularga o'sha haqiqatan hech narsa ichmay keldi, hech narsa boyagi aytgan narsangiz noma'qul narsani iste'mol qilmay keldi. Ishdan kelib, bo'lgan ish voqealar haqida gaplashib, keyin farzandlarning oldiga o'tib yotadi. Baraka toping. Yaxshi odat ekan. Men ham shuni hozir chunki kelib oldiga o'tirish kerak ekanda, chunki ota har xil xayolga boradi-da, baribir o'g'lim ichib keldimi, qayerga bordi, bugun nima bo'ldi, oldiga kelib yaqin o'tirsangiz, ko'ngil to'q bo'ladi-da. Yaxshi odat ekan, o'rganib olinglar. Shu kechroq uyga kelganda shu gapdan, yoqdan bu yoqdan otalaringga yaqin o'tirib gapiringlar. Chunki ota so'ralmaydi-da, ichdingmi deb. Yosh shunaqa katta biz na bir shunaqa o'rta sarson yoshdamizda, na yoshmiz, na kattamizda hozir, yaqin. Bu erkinlik berdi deganicha xohlaganingni qil degani emas-da, uni so'rovini qilib turgan yaxshi, lekin doimiy nazorat qilib turadi. Agar mana shu 9-10 dan kech qolib ketsam, 10-11 bo'lib ketadi. Bir xil vaqtlar endi guring qizib ketadi yoki kimdir ko'rmoqchi bo'lib borgan do'stingiz kelmay shu bilan bir salom alik qilib ketaydi. Telefon qiladi. Qayerdasan? Dada, meni sinfdoshlarim o'tiribman. Hozir faloncha jo'ram kelmabdi. Shu kelsin, hozir yo'lda ekan, kelib bitta salom alik qilib boraman. Yoki o'zim oldinroq aytib qo'yaman, dada, 1 soatla kech boraman. Yo'q, davay tez kel desa, shippa yig'ishtirib kelaman. Hamma ishni yig'ishtirib. Ha. Chunki o'zi haftada 10 kunda bu taqdir taqozodan ishimiz ham uzoqda bo'lib qoldi, boshqa bo'ldi, uzoqda yashaymiz. O'zi haftada 10 kunda bir ziyoratiga boramiz. Shunda ham soat 11-12 gacha ko'chada yursangiz, o'zi vijdon qabul qilmaydi u narsani. Ikkinchidan, shu paytda o'zi bir kunda sizga bu bitta imtihonda 10 kunda bir keldingiz, o'sha kunga siz ota-onangizni oldida ko'rsatgan hislatingiz nima deydiligi, o'zingizni qanaqa ko'rsatsangiz, siz 10 kun yoqda shaharda ana shunday yurasiz. Oqshom 9 da ichib keldingizmi, 10 kun yoqda ichmay yursangiz ham, bu xavotirda-da, 10 kun sizni keyingi ko'rguncha xavotirda bo'ladi. Demak bu ichib maishatvoz bo'lib ketdi. To'g'ri. Xavotirlanib, balkim so'ramasligi mumkin, lekin ko'nglida xijil. 10 kunning ichida kelib, ichmay chiroyli namuna bilan ko'rsatib, o'sha qilib, o'sha vaqtida kelib uni qilsangiz, xursand, demak doim bolam bu endi yaxshi narsa deb o'ylayman. O'zimga endi shunaqa ana qo'yganman. Zo'r narsa, chunki
shu 10 kunda bir ko'rishgandan keyin o'zimiz ham shuda bitta odam bitta holatda ko'rsangiz har doim shunaqa hayot shunaqa deb o'ylaysizda. O'sha yaxshi odat ekan, buni ham o'rganib olish kerak ekan. Shu 10 kunda bir ziyoratiga kelib, yaxshilab o'tirib, duolarini olib, haligi yana shu yoshlarga nima deysiz, shu yurtni tanitish masalasi bo'yicha faqat sportmi yo nimalar bor yana? Nima qilsa bo'ladimi? Yo quruvchilik bilan ham tanitsa bo'ladimi dunyoga? Yo'q aka, yangi O'zbekistonda hozir juda ham yoshlarga, asosan yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilib beradi. Har qanday sohada, sport deysizmi, tadbirkorlik deysizmi, mana bu bilim sohasida deysizmi, hunarmandchilik sohasida deysizmi, qaysi sohada, masalan, san'at sohasida ham juda katta imkoniyatlar yaratilib berilyapti-ku. Buni hammasidan hamma o'zini imkoniyatiga qarab foydalanaverish kerak-da. Aynan hamma sportchi bo'lish kerak emas, hamma masalan quruvchi bo'lish kerak, hamma ishlab chiqaruvchi emas, hamma farzandlar, yoshlar o'zini salohiyatiga qarab любой sohada hozir imkoniyatlar yo'li katta ochiq, Xudoga shukr. Oddiy hujjatlashtirish masalasi deysizmi, yengilliklar juda katta. Soliqlardan qancha imtiyozlar berilyapti. Bulardan ko'p o'tirgan odam ana qilishi mumkin, gapda, lekin foydalangan odamlar biladi. Haqiqatan ham mislsiz, ko'zga ko'rinmaydigan imkoniyatlar ana bilinmayapti-da ko'p odam, lekin juda katta imkoniyatlar berilyapti. Shuning uchun hammasidan foydalanish kerak. Foydalanish kerak yoshlar. Foydalanadigan zamon, foydalanadigan vaqt. Aka, oddiy mana bugun Toshkentga keldim Samarqanddan. Bundan bir oymi, 2 oy oldin kelgan edim. Uje o'zgarishlarni katta ko'ryapmiz. Mana yangi Toshkentga bordik, o'sha yerda loyihamiz bor. O'da quriladigan domlarni tasavvur qilsangiz, u loyihani hali qurilish endi bir 10-15% darajada ketyapti. O'pshi yangi Toshkent bo'yicha. Men game planlarini ko'rdim, videolarini ko'rdim. Endi boshqa sohaga nisbatan qurilish sohasi bo'lgani uchun men yaxshi tasavvur qila olasizku, u shaharda uncha davlatda tasavvur qilib bo'lmaydi. Tez ketyapti. Juda ham chiroyli yangi Toshkent bo'lyapti. Umuman Toshkentni o'zimizning ichki Toshkent ham hozir kelgancha faqat tomosha qilishdan boshqa ish yo'qdi, qila olmaysizda. Zerikishga anonga vaqt yo'q. Nafaqat Toshkent, Samarqandga boring. Samarqandda katta o'zgarishlar, mana Samarqand City, mana turistlarni ko'rib quvonasiz. Yaqinda Yevropadan bordik do'stlarimiz bilan sayohatga, qaytishda Milandan Toshkentga reys uchdi, u Xivaga to'xtar ekan. Katta Dreamliner juda ham ko'p odam ketadi-da. Biz endi kamroq o'zbeklar mindik, shu turistlar minayapti, meni ham Milandan. Bir samolyot odam keldi, bular o'yladim, Toshkentga tushib dedim, keyin yana boshqa davlatga uchib ketsa kerak dedim. Bir vaqtda ko'z ketib qopti, Xorazmga to'xtaganda tursa bo'sh samolyot. Shuni hammasi Xorazmga tushib qoldi aka. Turistlar, Bu juda ham xursand bo'ldi-da. Men biz har safar turizmga, ishga boramiz, chetga bir samolyot odam bor, bo'sh bular. Ularni bu yerga kelganini ko'rib men rosti maza qildim. Biz do'stlarimiz bilan ham gaplashyapmiz. Shuncha odam bizga keldi, Milandan keldi. Aka, Italiya Milandan kelyapti. Endi Milan, Italiyalar ham juda katta turizm shaharlari, dunyoni ko'zga ko'ringan. Endi shular shu narsani his qilib tan olib keldi. Buni o'zi katta yutuq aka. Buxoroga bordik yaqinda. Buxoroda o'zimizning mesni xalqdan turistlar ko'p. To'g'ri. Ana oshxonalar, restoranlarga o'jin qilishga kirdik. Bir 2-3 stolda o'zimizning odamlar, qolgan hammasi mehmonga to'la. Hamma chiroyli kiyingan, ofitsiantlar ham mana bu xizmat qiladigan ukalar, singillarni ko'rsangiz havas qilasiz. Chiroyli kiyingan, shunaqa xizmat qilyapti, shunaqa ayniqsa yoshlarimiz qarang hozir qanaqa. Yosh bolachalar ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, nechta tilni biladi. Ali bolalar shunaqa turistlar bilan gaplashyapti, inglizchada, boshqa tillarda, fransuzlar bilan gaplashyapti. Ular o'zlari shunaqa xursanda bular gaplashishini ko'ribdi. Juda ham tan beraman. Siz bilan chiqadigan bitta aka bor. Qarang qanaqa o'zbekcha gapiradi. Muhammad Ali aka qanaqa o'zbekcha gapiradi. Shunaqa. Ular o'rganyapti-da shu narsani. Bizni tilda ham o'rganish kerak bo'lyapti odamlarga. Yaqinda Qashqadaryoda, Qarshi shahrida bitta tadbirkorlar bilan katta yig'ilish bo'ldi, muammolarni aytish bo'yicha. Kirsak aka, Xitoylik investorlar ham kirgan, endi bitta ikkita masalasi bor, o'shani yechib beryapti. Respublikadan katta ishchi guruhiga sizda nima masala? Bizda masalan svetga ulanish muammo bo'lyapti, elektrosvetga to'g'ridan-to'g'ri topshiriq beryapti. Borasan, tadbirkorning masalasini yechasan. Hamma respublika miqyosida bo'lyapti yig'ilish. Keyin o'sha yerda ko'rdim, bir Xitoylik aka turdi.
assalomu alaykum hurmatli faloncha Sanchayevich deb bunaqa o'zbekcha gapiryapti. Ha, bizda 3 ta muammo bor. Ha, birinchisi faloncha, pistoncha deyapti. Bo'ldi, yechamiz, bugun borib yechamiz, sizga katta rahmat. Shunaqa xitoyliklar o'zbekcha gapiryapti, ko'rib bu xursand bo'lib ketasiz-da. Shunaqa Demak, yangi bizda O'zbekiston til kerak bo'ladi bularga. Men bugun tim bo'la hozir O'zbekiston o'zbek tilini qabul qilingan kuni, bayram kunida ham shu narsani aytib o'tish kerak. O'zbek tilini o'rganyapti. Bizni bilan biznes qilishni xohlayapti chet elliklar. Mana shu imkoniyatlardan foydalanib kelgan vaqtda o'rganib olaverish kerak o'zimizning yoshlarga zo'r variant. Odamlar aytayapti, endi bunday bo'ladi. Ular endi shunaqa xayolda yuraveradi. Negativ bo'ladi. Foydalanganlar mazza qilib foydalanyapti. Shunaqa foydalangan, harakat qilgan odamga ish bor. Mana vodiyga qarab ketishda yo'lda qanchadan qancha zavodlar qurilyapti, ishlab yotibdi. Uni avtobus mana Samarqandda ham zavodlarda mana kechqurun ish vaqti tugashiga qarasangiz, kolonna avtobusda odamlar, ishchilarni kechqurun uyiga tashlashga olib chiqib ketadi. Kechqurun 20-30 avtobus odam chiqib ketadi. Erta tongdan 20-30 avtobus odam ishga keladi. Sharoit qilinyapti xodimlarga, uyiga o'zlari olib borib qo'yadi, bexavotir, o'zlari olib kelyapti ayollarni, yosh singillarimizni, tikuv fabrikalarida. To'g'ri. Zo'r aka imkoniyatlardan maksimalni foydalanish kerak yoshlar. Qattiq gazini bosish kerak, ishlash kerak, pulni qilish kerak. Shunday. Boyagidek qilib qo'yish kerak bo'lmasa. Qarang, uloqqa ham sal qiziqasim deyman-da, otdan minib yurganlaringizni ko'rib qoldim. Otga ham qiziqamiz, endi jo'ralar qiziqadi, shular bilan borib. Unday otni ham jinnisi emasman. Minamiz, endi bolalik, eshakdan katta bo'lganmiz. Otabek 34 yoshga kiribsiz. Hayotingizda mana shu eng esda qolarli yaxshi kun qaysi kun? Bunday kunlar ko'p bo'lgan, lekin eng zo'ri bo'ladi-yu baribir. Eng esda qolarli yaxshi kunda yo. Eng yaxshisi bo'ladi-yu. Hozir men ham o'zim ham esla olmayapman. O'zimga bironta shu savolni berganda men nima deyardim deyapman-da. Menda chunki yaxshi kunlar ko'pda baribir hayotda. Dadingiz qaysidir kun bir zo'r maqtagan kuni bo'lgan baribir. Ana shu kun bo'ladi-da baribir menimcha. Yo'q, ana qilaylik, o'sha kun aytamiz hozir. Hayotimda eng esda qolarli bo'lgan kunim, bir orzuyim amalga oshgan kuni. Bir kuni ayam bilan dadam oilaviy bir joyga ketyapmiz. Samarqandga shaharga kirishda samolyot uchib aeroportga qo'nishga o'tib ketdi. Keyin onam aytdiki, odamlar samolyotlarda dedi bir joylarga aylanishlarga borib kelyapti-da dedi. Mazza qilib yashayapti-da deb ko'nglida bir juda istak paydo bo'ldi-da, orzu havas paydo bo'ldi. Men ham bir samolyotga minarmikanman deb ayta olmayman. Endi shu paytda sharoitimiz yo'q. Biz endi taksida dadamlar, ayam hammamiz bir joyga ketyapmiz. Aytib qo'ydim. Shu bir umr kallamda aylanib yurdi-da. Onam shunday dedi-da. Onam shunday, men bilaman o'sha narsani men sovg'a qilsam, onam bir joyga jo'natsam juda xursand bo'ladigan kuni deb. Keyin ishlar yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Onamga yangi yil kuniga oilaviy kelishdik-dagini, ukam hammamiz kelishdik-dagini, dadam ikkoviga Sharm-el-Sheyxga dam olishga oldik. Sovg'a oldik, endi o'sha sertifikat qilib oldik-dagini tur firmadan. Kechqurun yangi yil kuni hamma oilaviy o'tirganimizda shu sovg'ani berdik aka. Onam umuman kutmadi-da, bunaqa narsani o'ylagan, endi balkim hech qachon bormaymiz deb o'ylaganmi. Shuni berdik. O'sha paytdagi ko'rgan xursandchiligim shuni yig'laverdi-yu, juda qattiq xursand bo'ldi-da. Endi u xursandchiligini hayotimda unaqasini ko'rmaganman. Onamni, dadamni bunaqa darajada xursand bo'lganini ko'rmaganman. Aka, ana shu narsani o'zi menga shunaqa motivatsiya berdi. Shunaqa chin yurakdan duo qildi, har doim chin yurakdan duo qiladi, lekin uni ham yana pastdan chiqib keladigani bor-da. Shunaqa kuchini ko'rdim, aka. Bunisi kundan yangi yil boshlandi, o'sha yangi yil boshlandi. Shunaqa ishlarda o'zgarishlar oldinga ketdi-da. Bu unutilmas kunda, har doim onamni xursand qilish to'g'risida biron nima o'ylasam, o'sha kungiday xursand qilishni xohlayman-da. Xursand qilasiz, o'sha kungi narsani olmasam sal to'lmaydi-da, boyagi o'ylangan miqdor to'lmay qoladi.
hayotda eng yaxshi xursand bo'lgan kuningiz, значит, ota-onangizni xursand qilgan kuningiz ekanda. Ha, baraka toping, sizdaqa bolalar ko'paysin. Ko'p odamga shunaqa savolni bersang, birinchi farzandli bo'lgan kunim, yo nimadir, yo uylangan kunim deydi-da. Lekin ota-onani xursand qilgan bola o'zi asli eng yaxshi bola bo'ladi. Chunki bundan boshqa ortiq narsa yo'qdi hayotda. Xudoga shukr. Bu bola chaqa takrorlanadigan ne'mat. Ko'pda endi bola chaqa negativ bosib ketishi mumkin, lekin bola ko'p bo'ladi. Odamda kimda 10 ta bor, kimda 12 ta bor, kimda 5 ta bor, lekin ota bitta bo'ladi, ona bitta bo'ladi, vatan bitta bo'ladi. Otabek 2010-yil Otabekni ko'rib qolgan bo'lganingizda hozir nima degan bo'lardingiz? 2010-yildagi Otabekni ko'rib qoldingiz. Nima xatolarni qilmasligini eslatib qo'ygan bo'lardingiz? 2010-yildagi Otabekni ko'rganimda tavakkal qilishdan qo'rqadigan odatim bor edi avval. Tadbirkorlik qilishdan oldin tavakkal qilishdan qo'rqib yurardim. Chunki bu balkim o'sha sal nima deydi, orqaga ketib qolishdan qo'rqishmi? Chunki juda bir badavlat oiladan chiqmaganmiz. Tavakkal qilishga qo'rqqanimiz, yana ota-onani ishongan farzandi, katta o'g'il, ukalar, singillar hamma menga qarab turibdi. Ota-onam baribir birinchi farzanddan katta umid bo'ladi. Bu birinchi farzand yo'nalishiga qarab qolganlar ham harakatlanadi ko'p holatlarda. O'sha payt tavakkal qilishdan qo'rqqanmiz, ba'zi qilmoqchi bo'lgan ishlarni qilishdan qo'rqqanman. Agar 2010-yildagi Otabekni ko'rib qolsam, faqat bos, qilib ko'raver, o'xshasa o'xshab ketdi, o'xshamasa maktab bo'ladi. Bu narsani lekin hech qachon meni dadam to'sqinlik qilmagan, meni tavakkal qilib nimadirni qilib ko'rishimga to'sqinlik qilmagan, o'zimni ichimda qo'rqinch bo'lgan. Agar dadam o'sha payti meni orqaga qaytarib qo'rqoq qilib tarbiyalab qo'yganda edi, hozir ham bu o'sha 2010-yildagi Otabek balkim 2025-yil bu holatda bu yerda bo'lmasdi. Shuning uchun eng muhimi tavakkal qilishdan qo'rqmasdim. Har doimgidek ota-onamni xafa qilib qo'yishdan qo'rqardim. Shunday hozir ham o'sha payti ham qo'rqqanmiz. O'sha eng glavniy o'chiritdi mana bu tavakkal qilishdan qo'rqishagan. Odamni sindirib qo'yishda. Xudoga shukr hozir unday qo'rqmaymiz tavakkal qilishdan, lekin 2010-yil qo'rqqanman. 2010-yil keyin aka shu paytlari endi litseyni bitirib, hayotda o'zimizni yo'limizni topish paytida juda odam qo'rqagan bo'ladi. Qaysi yo'ldan ketsam? O'zi harbiy litseyda o'qiganman-da. Dalshi oliysiga bo'lmadi, bo'y yetmay qoldi. Kira olmagandan keyin bu nima grajdanskiy hayot deydi-ku, harbiyda. Grajdanskiy hayot bo'yicha uncha tushuncha yo'q, chunki 9-sinfda endi ulg'ayadigan paytimiz harbiyda o'qiganmiz. Shu paytda qo'rqinch juda katta bo'lgan. Endi qanday bo'ladi ya, endi harbiy bo'la olmay qoldim-ku degan. Nima bo'ladi hayot? Qanday quruvchilik hayolda ham bo'lmagan bo'lsa kerak u payt. Yo'q, hayolda ham yo'q edi. Harbiylik kasbiga juda qiziqishim, sadoqatim boshqacha edi. Hozir ham qiziqaman, hozir ham juda hurmat qilaman harbiylarimizni. Harbiy do'stlarim bor, davrasida bo'lsam mazza qilaman. Xuddi o'zimda ham hali harbiyday o'y. Erkakcha hayotda ularda haqiqatda hamma narsa. Bu yerda harbiycha hayotda umuman boshqacha-da aka, bu yerda bir-biriga do'stlik, namunada, bu yerda ham harbiylarning do'stligi ham havas qiladigan darajada do'stlik. Ularning do'stligini hech narsa buzolmaydi. Ular boyagidek zahar yutadi, kinolarda ko'rasiz-ku, ko'p odam o'sha kinoda bombani ustiga tashlaydi, boshqa qiladi yoki o'zini qalqon qiladi. Kinoda deb qo'yadi-da, u narsani o'sha muhitga kirib yashab ko'rmagan odam. Lekin bizni harbiylarimiz qiladi. Shunaqa. Chin o'zini safdoshi uchun, o'zini yurtdoshi uchun, o'zini vatani uchun jonini beradigan fidoyi harbiylar, fidoyi ichki ishlar xodimlari, mana forma kiyadigan, vatanni himoyasi uchun, fuqarolarimizni himoyasi uchun turgan akalarimiz, men 100% ishonaman haqiqiy mard o'g'lonlardan. Chunki buni ichida biz yashaganman-da, men yashab ko'rganman, buni non tuzini yeganman. Xudo xohlasa yana qaytib dunyoga kelsam deyman, yana o'sha harbiy litseyda o'qigan bo'lardim. Otabek mana ichki ishlar xodimlarining kuniga ham 1-2 kun vaqt qoldi-da. Shularni chiroyli tabriklab bersangiz, chunki bularda ham hayotda o'rni katta-da. Bular borligi uchun ham mana yerda bemalol siz ham men ham o'tiribmiz-da. Bular bo'lmasa kash bo'lib ketib qoladi. Chunki bilamiz-da, milisiz hayot og'ir bo'lib ketadi. Kimdir uyga, kimdir o'g'irlikka tushgan, nimadir bo'lgan. Bularni chiroyli tabriklab bersangiz, chunki ancha ichki ishlar xodimlari kuzatadi bizni.
ichki ishlar xodimlarini bayram bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Haqiqiy matonatli, fidoyi kasbni egalari, akalarimiz, do'stlarimiz, ukalarimiz bor bu sohada. Hammalarini chin qalbimdan tabriklayman. Bu juda mashaqqatli kasb. Ota-onasidan, farzandlaridan biz bir kun xabar olmasak qancha qiynalamiz. Bu akalarimiz kerak bo'lsa haftalab, oylab ko'rishmaydi. Yomg'irli kunlar chiqib ko'ring, qanaqa turadi postlarda, qanaqa tadbirlarda, bayram kunlari qanaqa mashaqqat bilan ishlaydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Xudoning o'zi bundan ham ziyod qilib kuch bersin. Oilalariga, topgan tutganiga baraka bersin. Doim boshimiz yerga tekkuncha sizlarga ta'zimdamiz. Siz vatan uchun, biz tinchligimiz uchun xizmat qilyapsiz. Biz mana shu vatanning rivojlanishi uchun qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Xudo xolasa siz nima deydi? Martabalaring ulug' bo'lsin. Zotlaringdan generallar chiqsin, vazirlar chiqsin. Tabriklaymiz biz ham. Chunki mana gaylarni ham ko'rasiz. 50 gradus issiqda konditsionerxonada o'tira olmaymizda, ba'zida issiqda. Chorrahada turadi-da, sovuqda ham shunaqa 30 gradus, 20 gradus sovuqda ko'chada turadi. Buni ko'p odamlar yomon deydi-da, gay bilan bunday deyman. Kimdir qilish kerak, gay bo'lmasa ham bo'lmaydi. Ko'chada hamma joy avariya, ishgal, qochgan, o'g'irlagan, mashina qilgan, noto'g'ri tushunadigan odamlar ham ko'pda. Tabriklaymiz. Bayramlaring bilan yuzga kiringlar. Do'stlar, mana juda ajoyib mazmunli suhbat bo'ldi. Otabek do'stimizga ham Otabek rahmat. Erinmasdan Samarqanddan keldi do'stimiz. Baraka toping. Rahmat aka. Sizga ham shu yaxshi tilaklar hammasi, sizga eng yaxshi tilakdan bittasi ota-onangiz hech qachon kasal bo'lmasin do'stim. Orzu havasingizni ko'rsin. Ota-onangizga nima qilayotgan bo'lsangiz 1 millionga ko'payib farzandlaringizdan qaytsin. Boya o'zingiz zo'r gap aytdingiz-da, bu ham duo, ham qarg'ish deyapsiz-da. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. O'sha nima orzu havaslaringiz bo'lsa, hammasiga ortig'i bilan yetib boring. Kasal bo'lmang o'zingiz ham, xalqimizda, elimizda mana shunaqa zo'r domlar quryapsiz. Men ham ko'rib havas qilaman-da, gap yo'q. Chunki zo'r ketyapti qurilishlaringiz. O'sha sizga tilak 2026-yilda siz shu Dubayda, Amerikada, Yevropalarda, dunyoning eng rivojlangan joylarida domlar qurishni boshlash nasib qilsin do'stim. Xush kelibsiz. Ajoyib mazmunli suhbat bo'ldi. Kuzatasizlar. Do'stimiz hamma sohadan borsa-da, bu ham hamma sohadan motivatsiya ham beradi, qurilish ham qiladi, hamma narsada. Xush kelibsiz Otabek, bironta bir tilaklaringiz bo'lsa aytib yuboring mana. Aka sizga rahmat. Nima deydi, ozgina mehnatimizni, ozgina xizmatimizni shunchalik yuksak baholab chaqiribsiz. Nima deydi? Mana shunaqa suhbatlar, mana shunaqa joylarga takliflar bo'lishi ham bizning bir juda katta orzuyimiz, menimcha. Juda ham ko'p insonning orzusi. Shu orzularimizdan bittasiga Xudoga shukr yana yetdik. Salomat bo'ling aka, sizning ham ijodlaringizga, faoliyatingizga omad. Mana shu akalarimizga, ishchi guruhlaringizga, mana shogirdlaringizga katta rahmat. Mana chiroyli studiya qilib, shuncha sharoit qilib beribsizlar. Sizlarning ham ishlaringizga omad. Mana shunaqa go'zal yurtda, mana shuni zo'r ijodni qilib xalqimizga manfaatli bo'lsa, hammamiz xursandmiz, maqsadimiz ham shu. Xush kelibsiz Otabek. Samarqandda ota-onaga salom aytib qo'ying. Yo'lim tushganda albatta ziyoratlarga kelaman. Salomat bo'ling. Xudo xolasa albatta kutamiz. Duolarini olaman, chunki duosi ijobat bo'ladigan odamlar bilamanda, chunki mana uchib yurishingizga bularning duolari sabab. Shunday, rahmat aka. Do'stliklaringga ham ko'z tegmasin. Ilohim. Uchta zo'r, bular haqiqiy uchta do'stlar borda hali, ularni ham ko'rsatib beramiz videoda. Ayrim aka-ukalardan ham ko'ra bular juda qalin, gap yo'q. Hali insoniyat do'stlashishdan oldin ichida jinlari bir-biriga do'st bo'lish kerak ekanda, boya aytib berdim-ku, masalan, siz bilan men bir-birimizga harakat qilib, to'g'ri kelib, xarakterimiz yaxshi bo'lsa ham, jinlar to'g'ri kelmasa, do'stlasha olmas ekanmiz. Shuning uchun oldin jinlar do'stlashib olar ekanda, keyin qolganlar o'rtoq bo'lib ketar ekan. Xush kelibsiz Otabek. Rahmat aka, salomat bo'ling, tinch bo'ling. Tugatdik-a o'rtoqlar.